Atrabotga pechkani originali mana shu bo'ladi mana. Bunda qilsangiz mana bundan kichiklashaveradi, kattalashadi. Mana mashti sho'dan 5 litr, 6 litr atrabotga ketaveradi. Bitta zapravka qilib qo'ysangiz ertalabdan kechgacha yonadi. Faqat bitta sharti atrabotkani yozda kun issiqligida bitta katta bochkada tindirish kerak. O'shanda yaxshi yonadi. Yo'qolsam tutab yaxshi yonmaydi. Zo'r yonishi yo'lda tindirish kerak. Mana 10-15 yildan beri ishlatamiz biz mana shu pechkani. U ichiga qo'ysam, qayga qo'ysam faqat tindirishda chiqadi. Kichkinlashtirsa sekinlashadi, ovozi ham sekinlashadi, yonishi ham rasxod pasayadi mashina.